Joriy yilning 8-10 oktyabr kunlari poytaxtimizdagi O'z Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasida o'tkaziladigan Markaziy Osiyo mintaqasi sanoatchilarining xalqaro forumi oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida qayd etilgandek, bu yilgi tadbirlarni tog'-kon ishi, metallurgiya va mashinasozlik hamda qo'riqlash, xavfsizlik va yong'indan himoya kabi ko'rgazmalar namoyishi tashkil etadi. Ma'lumki, mamlakatimizda tog'-kon sanoati, metallurgiya, mashinasozlik kabi sohalarda ishlab chiqarishni rivojlantirish va takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar yurtimizda qulay sarmoyaviy muhit yaratishi barobarida xorijiy davlatlar bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada mustahkamlashda muhim omil bo'lmoqda. Ta'kidlash kerak, O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarish ko'lami tobora o'syapti. Davlatimiz rahbarining 2010-yil 15-dekabrda qabul qilingan 2011-2015 yillarda O'zbekiston Respublikasi sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi qaroriga binoan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yangi turdagi yengil avtomobillar, g'alla o'rish mashinalari, kompressorlar, kuchlanish transformatorlari, akkumulyatorlar, kabel o'tkazgich mahsulotlar kabi qator yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni izchil kuchaytirish imkonini bermoqda. Joriy yilgi ko'rgazmalarda O'zbekiston bilan birga Xitoy, AQSh, Rossiya, Germaniya, Polsha kabi jahonning 14 mamlakatidan 70 ga yaqin firma va kompaniya o'z mahsulot hamda xizmat turlari bilan ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Ma'lumki, konchilik mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor sohalaridan hisoblanadi. O'zbekiston tog'-kon sanoati tizimi yildan yilga takomillashib, unga jalb qilinayotgan ilg'or texnologiyalar ko'lami ortmoqda. Sanoat haftaligining tog'-kon ishi 8-xalqaro ko'rgazmasi aynan zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini qo'llash borasida o'zaro tajriba va axborot almashish hamda kon qazish sanoatidagi yangi texnika va texnologiyalar bilan tanishish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Unda dunyoning yirik firma va kompaniyalaridan ko'plab vakillar konchilik texnologiyalari, ventilyatsiya quvurlari, tog'-kon va burg'ulash texnikasi, kompressorlar, nasoslar, maxsus mashinalarni taqdim etadi. E'tiborli jihati, bu yilgi metallurgiya va mashinasozlik 6-Markaziy Osiyo xalqaro ko'rgazmasi maydoni va ishtirokchilarning soni jihatidan 50% ga ortgan. Unda bu yil 18 ta kompaniya ilk bora ishtirok etish istagini bildirgan. Ikkita ko'rgazmamiz Machinery Central Asia mashinasozlik va metallurgiya hamda qo'riqlash, xavfsizlik va yong'indan himoya ko'rgazmasi SIPS 2013 barcha kelganlarga Belorussiya Respublikasining milliy stendini namoyish qilishadi. Belorussiya Respublikasi alohida qiziqish, o'zbekistonlik mutaxassislarga alohida qiziqish uyg'otib, bir qancha taqdimotlar o'tkazishmoqchi. Markaziy Osiyo sanoat haftaligi va uning doirasidagi ko'rgazmalar mamlakatimizga xorij sarmoyasini keng jalb etish va sanoatning yetakchi tarmoqlari, xususan konchilik, metallurgiya hamda mashinasozlik, xavfsizlik sohalarini yanada rivojlantirishga xizmat qilishi barobarida mamlakatimizda chet ellik sheriklar bilan hamkorlikda qo'shma korxonalar tashkil etib, sohaga oid talab va takliflarni o'rganish,